Assalomu alaykum, aziz, mehribon, yaratgan Rabbimning mo'min va mo'mina bandalari. Mana yana bir tong otdi. Allohimga shukrlar aytaman. Har bir onimga, har bir kunimga qarang, hozir namozlarni o'qidim, ko'cha hovlilarini supurib bo'ldim. Bomdodda tursangiz, Alloh ishingizni, o'ngini, barakasini beradi. Allohim mehribon, rahmdil. Mana soat hozir 5 bo'ldi. Mana kirlarimni yuvishga ham ulguraman. Allohimga shukr, bizga shunday kir yuvadigan mashinalarni, bandalarni shunchalik og'irini, ayollarni shunchalik og'irini yengil qilib, shunday mashinalarni, avtomatlarni, pelesoslarni berishganlariga, Allohim yaratishganlariga hamd sanolar aytaman. Mehribon Parvardigorim, o'zingizga beadad shukrlar bo'lsin. Allohim, mana kecha gilamlarni ham yuvib oldim. Alhamdulillah. Alloh desangiz, zikrlar qilib, Allohning chiroyli suralarini qo'yib, telefonlarda eshitsangiz, ishingiz o'ngidan kelib, hammasi charchamaysiz, chiroyli chiqadi. Ish qilay turib, Allohning zikrlarini, suralarini, salovatlarini qo'yib oling. Qanday mazza qilib ish qilasiz, biron marta charchamaysiz ham. Qancha ishni qilib tashlaysiz. Men har kuni chiroyli so'zlarni, otinoylarni, qorilarni so'zlarini eshitib, biram shunaqa mazza qilaman, chunki ularda Allohni hamdlar, Allohga chiroyli maqtovlar. Allohimni qancha maqtasam ham kam. Mana osmonda bulutlar, osmon salqin, osmon biram musaffo, havo toza. Yomg'irdan keyin havolar shunaqa toza bo'ladi. Qarang, xo'rozlar qichqirib, butun dunyo uyg'onyapti, tong otyapti. Tong otishini juda yaxshi ko'raman, chunki xuddi yana dunyoga qayta tug'ilib kelgan